uyingiz oynagidan shunaqangi shahar muhitini ko'rishni xohlaysizmi? Bo'lmasam shu uyimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Shundoqqina Toshkent City shahar ko'rinib turadi. Ko'rasizlar, mashina qo'yishlik uchun ham avtoturargohlar muammo emas. O'rtoqlar, lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsa, Olmazor, Qoraqamish 2-1 dahasiga kelganmiz. Lokatsiya shundoqqina Qoraqamish oshni yonginasida joylashgan 9 qavatli novostroyka binomizni 7-qavatida. 3 xona, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan xonadon kosmetika holatda kirib yashashlik uchun tayyor mebel texnikalari bilan hozirda ijarachilar turibdi ekan, $700 ga bemalol ijarachi qo'ysa bo'ladi. Xo'p, uyimiz planovkasini tashlangan bo'lsa, ko'rasizlar, bu uyga kirish qismi. Uyga kirganlardan keyingina mobatga prixojni mebellarini qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol birinchi xonasi o'ng qo'lda, bolalar yotoqxonasi ko'rishinglar mumkin. Tashqariga qaragan oynalari ham bor. Buni yonginasida ko'rishinglar mumkin. Yana bitta zal yoki-da yotoqxona kattalari uchun qilsanglar bo'ladi. Tashqariga qaragan oynalari bilan. To'g'riga yuradigan bo'lsangiz, umumiy sanuzel ko'rishingiz uchun ko'rasizlar, sanuzel. Buni yonginasida kuxnyasi, ko'rasizlar, kuxnya mebellari, xolodilnik, shunaqangi o'zini kuxnya shkoplarni ham qildirib qo'yilgan ekan. Buni yonida yana bitta yotoqxonasi, detskiy, tashqariga qaragan o'zini balkonchalari ham bor. Shunaqangi o'rtoqlar, katta kvadraturali uy so'raganlar uchun ideal variant. Narxi ham menimcha juda ham shikar narxda qo'yilyapti. 75 ming yana kelishadigan joyi bor. Bunaqangi kvadraturaga, bunaqangi narx, bunaqangi lokatsiyaga menimcha shokolad. Qiziq bo'lsa o'rtoqlar, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, hoziroq telefon qilinglar. Albatta, batafsil ma'lumotni olishinglar mumkin. Videoga like bosinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'shimcha ma'lumot sifatida yana oxirida aytib ketaman, nega Refardan uy olishim kerak? O'rtoqlar, bizda 7 milliardgacha sug'urta polisi beriladi, bizdan uy olgan mijozlarimiz uchun. Albatta, bizni kuzatishda davom etinglar, videoga like bosishni albatta unutmanglar.